İctimailik, kişiler bilan aralashış degan bu hayotlikning oksigeni bu. Bir odam bu oksigen sap emaskan, bulg'unib ketibdi. Ben buni tinmayman desa, o odam bo'g'ilib qoladi. Amaliyotda jamiyatda nurg'unlagan kishilar bizdan shaklimiz qaramaydi. Ovoz tonimiz qaramaydi. Xo'sh. Mingish uslubimiz qaramaydi. Ko'pincha kishilar bizning qalbimiz qaraydi. Bizning qobiliyatimiz qaraydi, alohidligimiz qaraydi. Ba'zilar choy shaklini qabul qilmaydi. Masalan, chechi bir odamlar chechim tuz bo'lgan bo'lsa deydi. Chechi bir odam mening chechim tuz bo'lgan bo'lsa-di, men u vaqtda texim yaxshi bo'la olmaydim deganligi, men hozir yaxshi emas deb o'zini kamsitgan bir holatda shakllantirib beradi. O'zini qadrlash deganlik, boshqalar qimmatlik bo'lgandek, sizmi qimmatlik, bizmi qimmatlik. Xo'sh. Boshqalar tuvan bo'lmagandek, sizmi tuvan emas. Boshqalarningmi ma hayotda haqqi bo'lgandek, sizning haqqingiz bor. Boshqalar muhim bo'lgandek, sizmi muhim. Esimizda aniq bilishimiz kerakki, xushomat qilish hurmat emas. O'zining haqqini talab qilmaslik kang qursaqlik emas. Afsuski, hozirgi jamiyatimizda mayli yoshlar bo'lsin, mayli ba'zi kishilar bo'lsin, ana shunday o'zi bo'lmagandek ko'rinib, o'zini qiynaydi. Hozir jamiyatimiz qaraydigan bo'lsak, kishilar bir-birsidan aziyatlarga uchrash sababli bir-birsidan qaqshaydigan, bir-birsidan og'rinadigan, hatto bir-birsidan qiydab gapmi qilishmaydigan ahvollar nihoyat ko'p yuz beryapti. Amaliyotda bu xil ahvollar bizning ijtimoiy munosabatimizning kun sayin ojizlashayotganligining bir ifodasi. Hatto ba'zi kishilardan anglaymiz, hozir aralashib yashagudek samimiy odam yo'q deb o'zini jamiyatdan arib yolg'iz yashashga, kishilardan aralashmay yolg'iz yashaydi. Yolg'iz yashashni a'lo bilayotgan yoki yolg'iz yashash yo'lini tanlayotganligini anglayapmiz. Endi bu yolg'iz yashash bir yaxshi ishmi yoki yolg'iz yashash insonning tabiatiga uyg'un bir ishmi? Oldindan siz degandek hozirgi jamiyatimizda nima ko'p desak, og'rinish ko'p, qaqshash ko'p. Kichiklar cho'nglardan og'rinadi. Umum xalq ahli ulamolardan og'rinadi. Bu cho'nglar, rahbarlar, ustozlar nima bizga yo'l boshlamaydi deganga o'xshagan. Bolalar ota-onasidan og'rinadi, qaqshaydi, mushundoq birisi-birimizni og'rinadigan, qaqshaydigan ahvollar nihoyat ko'p. Buning ta'sirida hamda shu kishilik munosabat, ijtimoiy aloqadami birisi-birimizni qaqshab, birisi-birimizni og'rinib, ijtimoiy aloqamiz suslayotidi. Xo'sh. Kishilik munosabatlarimiz chekinayotidi. Undan boshqa har xil sabablar tufayli hamda siz degandek ba'zi kishilar jamiyat uchirgan ba'zi haqsizliklar, samimiyatsizliklar sababli hozir jamiyatda olishqidek odam yo'q deb yolg'iz yashash yo'lini tanlayotidi. Biz shuni bilishimiz kerak, old bilan inson yolg'iz yashamaydi. Inson ijtimoiy jonliq. Biz tug'ilgan vaqtda ham o'zimizning ko'zini bir oilaning ichida ochamiz. To'g'ri. Cho'ng bo'lgandan keyin mahalla ichida yashaymiz. Undan cho'ngroq bo'lgan vaqtimizda yurt ichida mushundoq bir top bir jamiyat ichida yashaymiz. Alloh taolo insonni mana mushundoq ijtimoiy jonliq shaklda yaratgan. Bu yolg'iz yashash, jamiyatdan ayrilib yashash degan insonning tabiatiga mos keladigan bir narsa emas. Chunki inson yovvoyi jonliq emas. İnsan ijtimoiy jonliq. Shunga ilgirdan tortib bugungi kunimiz qadar ijtimoiy topdan bir odamni ayirish yoki yolg'iz yashash hozirgi tilimiz bo'yicha aytgan vaqtimizda bu şu insonga berilgan asli bir jazo bu. Masalan, ilgirki zamonda ba'zi jazolarninki turi qatorida mush palash bor. Palash degan nima desa, bir odamni ijtimoiy topdan ayirib yolg'iz yashaydigan bir xil tuzum hamdi. Masalan, Qur'on Karimda innama jazaa'ul ladina yuharibunalloha va rasulahu va yas'auna fil ardi fasada. Allohga va uning payg'ambariga urush ochgan, zaminda buzg'unchilik qilgan kishilarning jazosi nima? Uning bir qancha jazoni bayon qilgandan keyin shuning qatoridan yana birisi aw yunfaw minal ard. Yani zaminda palash. Palash degan nima gap? Tunuydigan, yashagan, o'sgan mush jamiyatdan ayirish. Yani bir yolg'iz yashashga o'xshashgan bir xil yashash usuli hamdi bu. Yani chunki boshqa bir jamiyatga berib yashagan taqdirdami u o'zining tunuydigan, o'sib yetilgan jamiyatdan ayrilgandan keyin u yana yolg'iz yashagan bo'ladi hamdi. Demak, asli bu yolg'iz yashash inson xolab tanlaydigan narsa emas. Aslida u insonga berilgan bir jazo. Bir odam o'zi jamiyatda aziyat yeganligi sababli yoki ma'lum bir samimiyatsizlik uchraganligi sababli va yoki kishilarning o'zi loyiq deb qaramaganligi sababli o'zini ayrim yashaganligi aslida o'zini bir turmaga tashlaganligi, o'zini jazolaganligi u. Xo'sh. Bu sababli yolg'iz yashashningki ruhiy jihatdan nurg'unlagan jazosini o'zi tortadi. Masalan, yolg'iz yashagan odam shu ruhiy jihatdan chekinib ketadi, ruhiy tushkunlikka, xomushlikka giribdor bo'ladi masalan. Hatto Amerikadagi shu qiyrilik haqida tadqiqot olib boradigan bir institutda 3.4 ming, yani 3,5 milyonga yaqin odam ustidan ilib berilgan 70 necha tadqiqotda shuna debdiki, mush yolg'izlik
inson badaniga shu qadar ziyonliqki kunda 15 tal tamaki chekkan bilan o'xshash deydi. Undan boshqa balduruq qirib ketish, ruhiy tushkunlik o'xshagan nurg'unlagan kasalliklarga giribdor qiladi ekan yolg'izlik. Demak, bu yerda endi nimani ko'ramiz? Asli yolg'izlikning bir jazo ekanligi rost. Yolg'izlik insonga eng cho'ng ziyonli bir narsa bu. Masalan, ruhiy jihatda tushkunlik, jismoniy jihatda balduruq qirib ketish o'xshash nurg'unlagan ziyonlari bor. Undan boshqa ijtimoiy jihatdan nurg'ulg'an ziyonlari va yolg'iz yashashniki. Amaliyotda siz degandek hozir jamiyatda ba'zi kishilar uchragan samimiyatsizligi va yoki ba'zi bir haqsizlik qarab yolg'iz yashash yo'lini tanlaydi. Amaliyotda yolg'iz yashagan vaqtida ijtimoiy jihatda nurg'ulg'an yaxshiliklardan mahrum qoladi. Yolg'iz yashagandan keyin uningki ijtimoiy aloqasi bo'lmaydi va yoki oz bo'ladi. U ma'lum bir qiyinchilik uchragan vaqtda unga yordam qiladigan odamlar oz bo'ladi. Chunki tunishi oz. Va shundaqla inson hayotda hayotlik kechirish uchun va yoki o'zining bir majburiyatini ado qilish uchun bir ish qiladi hamda. Mayli xizmat tepish olsun, mayli bir tijorat qilish olsun. İctimai aloqasi yaxshi, sog'lom odam tijorat qilsa, uning tijorati ro'naq tepish ehtimoli yuqori bo'ladi. Masalan, hozir aloqang yaxshi, tunishinglar ko'p. İctimai aloqang yaxshi. Do'kon ochdinglar, ha Abdurasojim, do'kon ochibdi. Palani yaxshi, uning mijozi anda. Seni sizlar tunuydiganlar ko'p bo'lgandan keyin, sizlar tunuydiganlarning hammasini do'konda bir narsa sotib oladi. Yoki bir xizmat izlab bo'lgandan keyin sizlar tunuydi, palani qanday odam deb so'raydi masalan. Va yoki sizlar tunugandan keyin, bu xushxo'y, bu shundaq bir yaxshi odam deb sizlar guvohlik beradiganlar ko'p bo'ladi. Ya'ni tunishinglar ko'p bo'lgandan keyin xizmat tepish fursat deymiz masalan. Bu jihatdami? Foydali taraflari aytib ko'p. Undan boshqa masalan, hamda inson hayotda ba'zida bir qiyinchiliklarga duch kelib qoladi hamda. Shunda qiyinchiliklarga duch kelib qolgan vaqtda inson ba'zi qiyinchiliklarni o'zi yolg'iz o qiyinchiliklardan ichidan chiqa olmaydi. Atrofdagi kishilarning yordamiga ehtiyojli bo'ladi. Shu vaqtda u ijtimoiy jihatda ojiz bo'lsa va yoki yolg'iz yashagan bir odam bo'lsa, kim yordam qildi uningga? Yolg'iz qolib qoldi. Yolg'iz qolib qoldi. Eng muhimi diniy jihatda ham yolg'iz yashash bizning dinimizningki ruhiga xilof bir ish. Chunki musulmon aslo va aslo yolg'iz yashamaydi. Masalan, Qur'on Karimdagi buyruqlarga, ko'rsatmalarga qarasaqmi, hammasi o'pchi shaklda. Namoz o'qinglar, ro'za tutinglar, zakat beringlar. Bizning dinimiz kollektiv din. Bizning dinimiz jamoat dini. Bizning dinimizda yolg'izlikqa o'rin yo'q. Hadislardan bor, masalan, Allohning yordami, ya'ni yadullohi ma'al jamoa. Allohningki qo'li, ya'ni yordami jamoat ustida deydi. Ya'ni kollektiv ustida. Yolg'iz odam ustida emas. Jamoatdan ayrilgan odamni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom do'zaxda bo'ldi dedi. Bizning dinimiz kollektiv din, jamoat dini. Shunga val asri asr bilan qasamki, zaman bilan qasamki, innal insana lafi khusr. İnsanların hammasi haqiqatan ziyon ichida. Illallazina amanu va amilus solihat. Faqat Allohga ishongan va yaxshi ishlarni qilgan kishilar va tavasav bil haqqi va haqqan tavsiya qilishgan kishilar deydi. Ya'ni bu yerda bir kollektiv bor. Xo'sh, haqiqatni tavsiya qilishgan kishilar va tavasav bis sabr. Sabrni tavsiya qilishgan kishilar deydi. Bu sura asrda bizga bir jamoatni ishorat qiladi. Demak, diniy nuqtai aytgan vaqtimizdami bir jamoatchilikdan ayrilib yashash, yolg'iz yashash bu aslo va aslo to'g'ri ish emas. Masalan, musulmon degan qanday kishi yaxshilikni taqat qiluvchi musulmon degan. Biz haqqancha axloqli bo'lib ketili, o'zimiz yolg'iz yashasak, bizning axloqimizdan kim ta'sirlanadi? Kim bizning ta'sirimizga uchraydi? Hech kim uchramaydi. Biz boshqalardan aralashgandan keyin eng yaxshi axloqimiz bilan, ish-harakatimiz bilan boshqalarga ta'sir ko'rsata olamiz. Bu haqda musulmon o'zining diniy nuqtadan o'ylagan vaqtda, ijtimoiy nuqtadan aytgan vaqtimizda, ruhiy va jismoniy jihatdan aytgan vaqtimizda, ya'ni sog'lom nuqtasida aytgan vaqtimi, bu yolg'iz yashash asla va asla bir insonga yarashadigan va insonning tabiatiga uyg'un bo'lgan yashash usuli emas. To'g'ri, bayis degandek hamda inson ba'zida hayotda nurg'unlagan aziyatlarga uchraydi, boshqalarning samimiyatsizligiga uchraydi. Hamda bundan og'rinib yolg'iz yashash xuddi bu pitning ochiqida chapanni o'tqa tashlagan o'xshash bir ish. Ijtimoiylik, kishilar bilan olishish degan bu hayotlikning oksigeni bu. Bir odam bu oksigen sap emaskan, bulg'unib ketibdi. Ben buni tinmayman desa, o odam bo'g'ilib qoladi. Dal shunga o'xshash. Hozir kishilar samimiyatsizlashib ketibdi, eskilishib ketibdi, yolg'onchilashib ketibdi. Hozir aralashqadek odam yo'qkan. Men shu bolalarim bilan yashay deb jamiyatdan ayrilib olsa, bu odam xuddi hozir havo sap emaskan deb derazalarini taqab yashagan odamga o'xshaydi. O derazalarini taqab havo kiradigan teshiklarning hammani itiyotgan odam hamini o'ydi bo'g'iladi, shundaqmi? Dal shunga o'xshagan. Endi hozirgi kishilar aralashqa arzimaydi ekan degan odam o'zining hayot oksigenini
taqıgan şundaqla özünü hayat oksigenindən ayırğan adam buladı. Bunda adam yəni şu boğuludu, axırda bay degəndək ruhi düşkünlük, xamuşluq və şuna oxşayan türlük ruhi kəsəliklərə mübtəla oldu. Doğru. Həm əziyyətlər buladı, başqalar bizə səmiyyətsizlik qılıdı. Şuna Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalam degan: "El-mu'minu'l-lezî yuxalitun-nas və yasbiru ala azahum afdalu minel-mu'minil-lezî la yuxalitun-nas və la yasbiru ala azahum" deydi. Kişilər bilan orlaşıb, yəni ictimai əlaqə qurub, kişilik münasibətini müstəhkəm tutub, şundaqla ularning əziyyətiga səbr qılğan mümin afdal, yuqori, fəzilətlik. Kimdən? Kişilərning əziyyətiga səbr qılanmay, kişilər bilan aralashmagan mümindən fəzilətlik deydi. Bu hadisdə iki nöqtə var. Birincisi, biz cəmiyyətə aralashırkənmiz çoxum əziyyət keçirimiz. Şuna Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalam kişilərə aralashıb, ularning əziyyətiga səbr qılğan mümin deydi. İctimai əlaqəmə məlum nöqtədən bir uruş qoxşaydı. Xoş. Həmmə adam bizə sap niyyətli gəlməydi. Həmmə adam bizə yaxşılıq qilish niyyətli gəlməydi. Bizə yaxınlaşqanların həmmisi. Bəzən əziyyət yeb qilishimiz mümkün. Ziyanə uçrab qilishimiz mümkün. Mana bu şundaq vaqtda yalğızlıqni tanlamay, səbr qilib, yəni ictimai əlaqəni üzməyən mümin, kişilik münasibətdə müstəhkəm turğan mümin, kişilərin əziyyətiga uçrab, səbr qılanmay, kişilər bilan aralashishni tərk etgan mümindan afzal deydi. Demək Peyğəmbərimiz Muhammed əleyhissalam 14 əsr burun bizning bugungi ruhiy holatimizni təsvirlab bergan, shundaqla qanday qilishimizni ko'rsatib qo'ygan. Hayotda Rasululloh degandek əziyyət keçiramiz, ammo biz bu hayotni to'g'ri tushunishimiz, shundaqla hayotga to'g'ri muomala qilishimiz kerak. Hayot no'baya degandek bir xil urushga o'xshaydi. Bu urushning ma'lum qurollari bo'lgandek, hayotning ma'lum qurollari bor. Mushu hayotga ishiladigan ma'lum aralish saymallari bor. Hamda urushda masalan qilich va shundaqo. Qilichni nada ishlatamiz, kimga ishlatamiz, buni yaxshi bilishimiz kerak. To'g'ri. Doim urushda qilich planlashsak ziyonli qilishi mumkin. Dal shunga o'xshama hayotda ma'lum taktikalar va o'zimizning shu hayotlikdagi ma'lum qilishlarni nada ishlatishni, kimga ishlatishni bilishimiz kerak. Nada g'ilib qilishni bilishimiz kerak. Hayot bir kurash. Hayot bu bizningki yashaydigan maydonimiz. Biz bu yashaydigan maydonimizdan chekinib, biz sog'lom hayot yashayolmaymiz. Bir musulmon bo'lish sifatimiz bilan musulmonga loyiq hayot yashayolmaymiz. Bay deb o'tdingiz, ba'zi kishilar ijtimoiy munosabatga nihoyat mahir deb o'tdingiz. Undaqda ba'zi kishilar nihoyat ojiz bo'lishi mumkin. Albatta, ba'zi kishilar nihoyat qarasak jamiyatda xila aziyat yeydi hamda har qanday bir inson, ammo ijtimoiy munosabatda yana mahir. Ya'ni o'zini xushal qilib menga veraydi. Hamda ba'zi kishilar ijtimoiy munosabatda ojiz, ijtimoiy aloqada ojiz, ya'ni ijtimoiylikqa tuvan o'xshamaydi hamda. Undaqda shu ijtimoiy munosabatda mahir bo'lish uchun qaysi omillar kerak? Yani mayli kishilik munosabat bo'lsin yoki ijtimoiy aloqa bo'lsin, buningda mahir bo'lish yoki kishilik munosabatni mustahkam tutish uchun birinchi omil kishilik xarakter bek muhim bu. Ya'ni kishiligimiz bek muhim. Bizning kishilik xarakterimiz sog'lom bo'lsa yoki kuchli bo'lsa, bizningki kishilik munosabatlarimiz yaxshi bo'ladi. Shundaqla kishilik munosabat uchragan ba'zi masalalarni to'g'ri hal qila olamiz. Shundaqla ijtimoiy aloqada uchragan ba'zi qiyinchiliklarga to'g'ri taqobil tura olamiz. Va shundaqla ijtimoiy munosabatda uchraydigan aziyatlarimizni tuvalata olamiz. Shunga mayli kishilik munosabat bo'lsin va ijtimoiy aloqa bo'lsin, eng muhim narsa o'zimizda sog'lom bo'lgan xarakter va kuchli bo'lgan kishilik yetildirish. Bu intayin muhim. Kishilik xarakter dediniz, undaqda kishilik xarakter degan nima? Hamda kishilik xarakter deganimiz bir odamningki psixikalik, ya'ni psixik jihatda va shundaqla axloqiy jihatda va shundaqla ijtimoiy jihatda alohidliklarni ko'rsatadi. Ya'ni bir odam psixik jihatdan sog'lom va yoki psixik kuchli bo'lsa, axloqiy jihatda fazilatli bo'lsa, ijtimoiy jihatda mahoratlik bo'lsa, bu odam kishiligi yaxshi va yoki kishilik xarakteri yaxshi desak bo'ladi bu odamni. Xulosa qilgan vaqtimizda kishilik xarakter deganimiz bir odamningki psixikalik, axloqiy va ijtimoiy jihatdagi alohidliklarning bir yig'indisini ko'rsatadi. Undaqda deb o'tgan kishilik xarakterini qandoq yetildira olamiz? Aslida Alloh taolo har bir insonni sog'lom xarakter va kuchli xarakter bilan yaratdi. Sog'lom fitratlar. Sog'lom fitratlar yaratdi. Bu nuqtadan biz sog'lom xarakterning asli asosi genetik bo'ladi deymiz. Ya'ni irsiyatda tug'ilma bo'ladi hamda. Masalan, bolalar qarasak, bolalarning psixikasi bak sog'lom. Xo'sh. Shundaqmi? Ruhiyati, kishiligini ayt sog'lom. Masalan, kichik bolalar qo'limizda bir telefon ko'rsa hozir, do'stimizning bolasi bo'lsa, kelib bilan bizning telefonni so'raydi va yoki telefonni app qichidi bizning qo'limizdan.
xijil olmaydı. Şundaq o. Ama o şu kichik bala çoğ olgandan keyin birisi telefonunu işletip alay dep dostu ilip kesse veya ki maşinasını surap kesse bir günlük ağam bolsa ertesi ekep vermesen maşinini adaş maşini beka oldu mu dep suraşını xijil oldu. Telefonusunda ben telefon qilib alay bir qatim dep ip ketken bolsa a telefonni qanday telefon baka oldu mu dep suraşını xijil bulduğan derecede karakter azışıp ketedi aşu balning. Hatta yollarda telefonusu bo'lmay qolsa, boshqalarning telefoningizni bilan falaniga telefon qilib olay deyishdan xijil bo'lgan ahvollar bor. Bu endi kichik vaqtida boshqalarning telefonini qo'ldan ilib qachalaydigan va yoki biring deyalaydigan bir mushundaq kishilik xarakteri sog'lom bola cho'ng'igan vaqtda nima uchun o'zining haqqini o'zining telefonini talab qilolmaydigan bir holat keldi. Demak, buningki mush o'sib yetilishdagi tarbiya bu insonningki xarakterininki kishiligining yetildirishda nihoyat muhim rol o'ynaydi. Biz sog'lom xarakterdagi, sog'lom kishilikdagi bolalarni cho'ng qilish jarayonida oldi keyniga to'g'ri bo'lgan va yoki to'g'ri bo'lmagan ba'zi bir tusoqlarni qo'yish orqali bolalarningki kishiligini ko'p hollarda buzib qo'yamiz. Bu cho'ng bo'g'ichilik mushundaq shakllanadi bir odamning kishilik va xarakteri. Shunday qilib bir odamning xarakteri hamda mush tajribalar, ilmiy savodlar orqali yetiladi. Masalan deyli, biz hozir o'zimizning xarakterning ojiz ekanligini his qildik. Xo'sh. Uni xijilchan deb atadik va yoki tatinchoq deb atib olgan bo'ldik. Nima deb atsak atadik, o'zimizning bir kishilikning ojizligini his qildik. Qanday o'xshaymiz? Tajribalar orqali. Bu haqda masalan nurg'un ilmiy tajribalar va ko'rsatmalar va mushu orqali o'zimizning kishiligini remonat qila olamiz, o'ngshay olamiz. Bu kishilik degan bir ko'ngilga o'xshasa, bir sog'lom kichik bolaning kishiligi xarakteri sap sog'lom bir ko'ynakka o'xshaydi. Cho'ngitib bo'g'icha biz uni inga tatib, menga tatib, inga mangma deb qana qilamiz, yirtib o'tamiz. Hamda qana qilamiz, bu ko'ngilni tikimiz. Nima bilan tikimiz? Tajribalar bilan, ilmiy usullar bilan o'zimizning xarakterini o'ngshaymiz. Ilmiy usullar bilan, tajribalar bilan o'zimizning kishiligini, xarakterini biz o'ngshagandan keyin bizda sog'lom xarakteri, kuchli bir kishilik yetilsa, undan keyin bu bizningki mush kishilik munosabatimiz olsun va ijtimoiy aloqalarimiz olsun, bu nihoyat muhim rol o'ynaydi bu. Xarakter kuchli bo'lishning yoki xarakteri ojiz bo'lishning bir muhim tarafi bormi? Albatta muhim tarafi bor, chunki xarakter kuchli odamniki biz yuqorida o'tganimizdek va bugungi temamiz bo'lgan kishilik munosabatdagi uningki mahoratni ustun bo'ladi. Xarakter sog'lom, kishilik yaxshi odamningki. Shundaqla uningki hayotga bo'lgan pozitsiyasi farqli bo'ladi va shundaqla qaror chiqarishda to'g'ri qaror chiqara oladi. Undan boshqa ruhiy jihatdan nurg'unlagan foydali taraflari bor. Aksincha kishilik ojiz, xarakter ojiz odamcha asal ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'ladi. Shundaqla o'ziga ishonmaydi. Uning o'zining hayotidagi ba'zi bir ishlarda natija qozonishda nihoyat ig'ir to'sqinlarga uchraydi. Qaror chiqarish olsun yoki bir ishlarni qilish olsun. Xarakteri kuchli bo'lishning nihoyat ahamiyati borligini deb o'tgan bo'ldingiz. Buning qatoridan tajribalar orqali xarakterimizni texmi kuchli qila olamiz dedingiz. Mush tajribalardan endi bayda o'tganimizdek bu sog'lom kishilik, sog'lom xarakter bizningki ijtimoiy aloqamizda, kishilik munosabatlarimizda eng muhim omil dedik. Endi bu kishilik munosabatimiz va ijtimoiy aloqamizni yaxshilab berish uchun biz sog'lom xarakterga, sog'lom kishilikka muhtoj. Endi sog'lom kishilik va sog'lom xarakterni shakllantirish uchun, ya'ni bizning xarakterimiz sog'lom tug'ilgan bo'lsa-mu, lekin üslub yetilish va muhit jarayonida bizning xarakterimiz ojizlashib ketgan, buzilib ketgan, turli to'salg'ularga uchragan bo'lishi mumkin. Buni qanday o'ngshaymiz degan vaqtimizda buningga bir qancha tavsiyalar qilinadi. Endi men bu jihatda birinchi qilib o'zimizda sog'lom kishilik, kuchli xarakter yetildirish uchun biz musulmon bola sifatimizdan birinchi qildigan ishimiz nima desa, Alloh bilan bo'lgan aloqamizni kuchaytirish. Bu nihoyat muhim o'rinda turadi. Chunki biz bir mümin. Mümin degan Allohga ishonguvchi degan gap. Alloh degan butun koinotning yaratuvchisi. Agar biz haqiqiy turda mu'min bo'lsak, haqiqiy turda Allohga tavakkul qilamiz. Allohga tavakkul qildik degan gap, mening rizqim Allohga tava, ya'ni Allohning qo'lida. Unda bo'lgan ekan, men azroq bir manfaat deb boshqalarga xushomad qilishimning hech bir hojati yo'q. Xo'sh. Xushomad qildik degan gap o'zimizning xarakterini o'ldiradigan narsa bu. Qimmatimizni tushirdik. O'zimizningki xarakterini o'ldirdi bu. Chunki o'zimizni xalaymiz ya, bu yerda o'zimizningki xarakter kishiligini besib beramiz. O'zimiz rozi olmaymiz, lekin ma'lum bir manfaat deb o'zimizning xarakterini besib beramiz. Masalan deydi, birisi xizmat uchun bir uchrashishga kirdi deyli. Osh xizmatga erishay, shu maoshni olay deb balkim o'zi bo'lmay
ba'zi ishlarni qilishi mumkin. O'zi xohlamaydigan ba'zi ishlarni qilishi mumkin. Bu o'zi xohlamagan va ki o'zininki tuyg'usiga zid holatda harakat qilishmi insonning xarakterini o'ldiradigan bir ishlarning birisi. Demak, bir musulmon uchun sağlam kişilik, sağlam xarakter yetildirishda eng muhim narsa Alloh bilan bo'lgan aloqani mustahkamlash. Biz Allohga ishonamiz. Rizqimiz Allohning qo'lida. Uchirgan ziyon zahmatlarning hammasini Allohning xabari bor. Bizningki bütün qilgan ishlarimizda biz Allohning roziligini ko'zlaymiz. Xalqning roziligini emas. Xalqning nima deb qilishi muhim emas. Shunga biz ish qilgan vaqtimizda vaqtda xalqning ko'ziga emas, Allohning roziligiga qaraymiz. Bu ajoyib bir tuyg'u bu. Masalan deyli biz bir ish qildik deyli. Xalq uni aybladi. Ba'zi kishilar tushkunlashib ketadi. Mushayadimi agar bizning aloqamiz Alloh bilan mustahkam bo'lsa, biz tushkunlashmaymiz. Chunki biz bu qilgan ishimizni kim uchun qildik? Alloh uchun qildik. Allah razı bo'ldimi? Allah razı bo'lgan shaklda qildikmi? Kishilarning nima deyishi muhim emas. Ya'ni Alloh bilan biz aloqani mustahkam qurgan vaqtimizda xalq nim deb qoladi degan bu xalqning iskanjisidan qutula olamiz. Bu ajoyib insonni ruhiy azodlikqa chiqaradi bu. Allohga bog'lanish kishilarningki iskanjisidan, kishilarningki zanjiridan bizni qutuldirib, ajoyib bir hurlikka, ajoyib bir azodlikqa erishtiradi. Xalq nim desa, nima ko'rim? Muhim bo'lgan Allohning nim deyishi. To'g'ri. Şuna Müslümanınki sağlam kişilik ve güçlü karakterde yani desem Allah bilan bo'lgan aloqani chingitish lazım. Allah bilan bo'lgan aloqani chingitishda birinchidan Allohga tayinish bek muhim, Allohga tavakkul. Ikkinchidan Allohninki roziligini ko'zlash har qanday ish qilgan vaqtda. Uchinchidan haq huquqlarga diqqat qiladi shu. Alloh bilan munosabat yaxshi bo'lgan odam. Masalan, kishilik munosabat ijtimoiy aloqami haq huquqlardan tarkib topadi. Alloh bilan munosabati yaxshi odam kishilar bilan munosabat qilgan vaqtda Alloh meni ko'rib turadi deydigan ma'qul tuyg'u bilan uni aldamaydi, uningga yolg'on aytmaydi, uningdan foydalanmaydi. Ya'ni uning haqqiga kirmaydi. O'zimizni sog'lom shaklda ifodalashda eng muhim bo'lgan narsa nima desa, mush kishilarning ko'ziga qarab qilish. Masalan, bir ish qilmoqchi bo'lsa, xalq nima deb qila agar qilolmay qolib qolsam deganga o'xshagan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisni o'chqab qo'ydi. Man iltamasa ridalloh bi saxatin nas kafahullahu mu'unatan nas deydi. Qanday bir odam Allohning roziligini kishilarning ochchig'i kasimi Allohning roziligini ko'zlasa, ya'ni bir ish qilamiz biz faqat Allohning roziligini ko'zlaylik, lekin kishilar ancha xo'sh olmaydi o'sha qarta. Alloh rozi bo'ldimi, qilaman deb qilsa, kafahullahu mu'unatan nas. Kishilarning xafiliqidan uni Alloh taolo kifoya qiladi. Alloh uni kishilarga muhtoj qilmaydi deydi. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah vakkalahullahu ilan nas deydi. Qanday bir odam kishilarningki roziligini ko'zlasa, kishilarning ko'ziga qarab bir ish qilsa, Alloh taolo o odamni shu ko'z qarab qolgan kishilarga topshirib qo'ydi deydi. Bu bexatarlik. Shuning uchun biz musulmonlar sog'lom kishilik, sog'lom xarakter yetildirish uchun birinchi qilib Alloh bilan bo'lgan munosabatimizni changitishimiz kerak. Bizning Allohimiz va biz Allohga tayinimiz, biz qilgan Allohning roziligini ko'zlaymiz. Allohning nima deyishi muhim. Ma'qul tuyg'uni o'zimizda, farzandlarimizda yetildirishimiz lozim. Bo'lmasa hey, u undaq deb qoladi, bu bundaq deb qoladi. Bu asli bir xarakterni yirtib tashlaydigan narsalar-chi bu. Yo'lsiz cheklamalarni qo'yish masalan bolalarga. Bu nihoyatda bir ziyonli ish. Endi ikkinchisi, ya'ni shu sog'lom kishilik xarakter yetildirish uchun ikkinchi muhim narsa nima deganda, o'zimiz bilan sog'lom aloqa qurish. Biz ko'p hollarda boshqa bilan sog'lom aloqa qura olmaymiz, kishilik munosabatda ojiz, ijtimoiy aloqani yaxshi ilib bora olmaymiz, ijtimoiyligimiz bilan. Nima uchun? O'zimiz bilan aloqani yaxshi qurmoqlik. Biz o'zimiz bilan yaxshi aloqa qurmay turib, boshqalar bilan qanday yaxshi aloqa quramiz? O'zimizdan yaxshi o'tmay turib, boshqalar bilan qanday yaxshi o'tamiz? Shuning uchun bu ajoyib muhim bir omil. Biz old bilan o'zimizdan yaxshi o'tishimiz kerak. O'zimizdan sog'lom aloqa qurishimiz kerakki, ondan keyin biz o'zimizda sog'lom bir kishilik yarata olamiz va mush sababli boshqalar bilan sog'lom munosabat qura olamiz. Endi o'zimizdan sog'lom aloqa qurish qanday bo'ladi? Birinchidan o'zimizni qabul qilish bilan bo'ladi. Ko'p hollarda ko'pincha insonlar bo'libmi yoshlar, hatto ba'zi ayollar o'zini qabul qilmaydi. O'zining ovoz shaklini qabul qilmaydi. Masalan, ko'pincha odamga o'zining ovozi sat anglandi. Amaliyotda sat emas. Bu o'zini qabul qilmaganlikning bir alomati. Ba'zilar choch shaklini qabul qilmaydi. Masalan, chechi bir bedir odamlar chechim tuz bo'lgan bo'lsa deydi. Chechi bedir odam mening chechim tuz bo'lgan bo'lsa, men u vaqtda texim yaxshi bo'la olaydim deganligi, men hozir yaxshi emas deb o'zini kamsitgan bir holat shaklida beradi. Ya'ni o'zini bir xil nuqsonlik his qiladi. O'zini nuqsonlik his qilgan odamning xarakteri kuchli bo'lamdi, sog'lom bo'lamdi, asla sog'lom bo'lmas. Shuning uchun
biz özümüz bilan yaxshi aloqa qurishimiz kerak. Buningki birinchisi o'zimizni qabul qilish, o'zimizning chash shaklini qabul qilish, mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, minish shaklimiz, o'tirish uslubimiz, ovozimiz, o'zimizga tabi bo'lgan hamma narsani qabul qilishimiz kerak. Hamma narsalarni. Qiziqishlarimizni. Masalan, boshqalar qiziqmaydigan bir narsa qiziqimiz. Boshqalar masxara qilarmikan deb uni yushmaymiz. To'g'rilam bo'lsa, men shunga qiziqmayman, shuni huzur olaman. Xo'sh. Hatto kamchilik, nuqsonlarimizni qabul qilishimiz kerak. Saviyamizni qabul qilishimiz kerak. Xo'sh. Men doktor emas, to'g'ri, men doktor emas. Qabul qilmayman. Ammo men bilim olishga tirishaman. To'g'ri. Kamchiligimizni qabul qilamiz, lekin rozi bo'lmaymiz, tirishimiz. Ammo qabul qilamiz. Uni kamsitmaymiz. Iqtisodiy saviyamizni qabul qilamiz. Masalan, men boy emas. Ayb emasga boy emas. Muhim bo'lgan halol ish. O'zimni men boy emas, namrod deb o'zimni qabul qilmasam, o'zimni kamsitgan bo'laman. Bu vaqtda boyning qishqa bo'lgan vaqtda men o'zimni tuyan ko'p qildim. Xo'sh. Xushamat qilib qolishim mumkin. Bu yerda kishilikim, xarakterim o'ldi degan gap. Shunga birinchisi o'zimizni qabul qilish. Men bo'lishdan qat'iy nazar o'zimizga tava hamma narsalarni qabul qilish. Amaliyotda jamiyatda nurg'ulg'an kishilar bizdan shaklimiz qaramaydi. Ovoz tonimiz qaramaydi. Xo'sh. Minish uslubimiz qaramaydi. Ko'pincha kishilar bizning qalbimiz qaraydi. Bizning qobiliyatimiz qaraydi, alohidaligimiz qaraydi. Xo'sh. Ham bizning qimmatli qildig'imiz shu bizning qalbimiz, bizning samimiyatimiz, bizning mahoratimiz. Bu eng muhim bo'lgani. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Innalloha la yanzuru ila suwarikum." Alloh sizlarning shaklingizga qaramaydi. Chechingizga andoq ekan, putimandaq ekan deb qaramaydi. Qalbingizga qaraydi deydi. Birinchi muhim omil qalb. Qalbimiz sog'lommi? Qalbimiz hasaddan, boshqalarning yomon ko'rishdan sog'lommi? Mayli boshqa shaklimiz hech qanday bo'lsa, uning hech qanday alohidalik yo'q. Shunga o'zimizga tava bo'lgan har bir narsani qabul qilish kerak. Hatto kamchilikimiz, nuqsonligimiz bo'lgan taqdirda. Lekin nuqsonlarni to'g'on siri taraqqiy qildirishimiz, kamchilikimizni yo'qotishimiz kerak. O'zimizni kamsitmagan ahvol ostida, o'zimizni tuvan ko'rmagan ahvol ostida. Chunki o'zimizni qancha taraqqiy qildirsak, kishilarning bizga bo'lgan ehtiyoji ko'payadi. Bizning kishilarga bo'lgan ehtiyojimiz to'laydi. Agar biz mahoratli va iqtidorli va kuchli bo'lsak, o'zimizni taraqqiy qildirsak, bizning chechimiz sat bo'lsin, yoki chiroyimiz kulimsiz bo'lsin, yana biz kishilarning qalbida hurmatli inson bo'laveramiz. Allohning nazarida hurmatli inson bo'laveramiz. Xo'sh. Masalan, nurg'ulg'an kishilar va chiroyi sat, ammo uning qobiliyati tufayli kishilarni hurmatlaydi. Hatto bir tarixda nurg'ulg'an kishilar va jismoniy jihatda ba'zi ayblari va masalan, Qur'onda Alloh taolo poklangan sahoba Abdulloh ibn Maktum, ammo Xo'sh. uning amali qalbimizda kichikgina bo'lsin bir dog' keltirib boqdimi? Yo'q. Ondan boshqa Abdurrahman ibn Avf jannat bilan bishorat bilgan 10 sahobaning birisi. Xo'sh. Aqsoq. Ko'pincha kishilar bilmasligi mumkin. Hozir aqsoqdan bilgandan keyin qalbimizda Abdurrahman ibn Avfning hurmati bo'ladimi? Yo'q. Biz uni aqsoq bo'lmoqligi uchun hurmatlaymiz-ki. Xo'sh. Rasulullohga bo'lgan fidokorligi, diniga bo'lgan ixlosmonligi, samimiy tufayli hurmatladik. Ondan boshqa masalan Abdullah ibn Mas'ud deymiz, büyük alim sahabe. Hemmimizin hürmeti var. Xo'sh. Pütünayet inçike. Bazı kişiler mesra qilgan vaqtda bilib qo'yganlar maning püti Uhud tig'idan ig'ir keldi Allohning nazarida dedi. Demak qimmat ma. Xo'sh. Ondan boshqa tarix qarab qoladigan bo'lsak masalan, Falastin'dagi mujohidlarningki, Qassam mujohidlarningki Hamasning qurg'uvchisi Ahmad Yasin, meyb odam. O'rindiq to'ldiradigan. U odam qarta hurmatimiz to'lib ketdimi? Hurmatimiz eshib ketdik. Mishqa jismoniy jihat shunday qolsa cho'ng ishlarni qil dedi. Demak, bizning qimmatimiz bizning shaklimizda emas. Minish uslubimizda emas. Gap qilish uslubimizda emas. Chiroyimizning o'zsatligida emas. Xo'sh. O'zimizni qanday bo'lsak, buni Alloh yaratdi. Alloh yaratgan o'zimizni qabul qilishimiz bu o'zimiz bilan quradigan aloqaning birinchi qadami. Ikkinchisi o'zimizni ifodalash. O'zimizdan sog'lom aloqa qurish uchun bu o'zimizni ifodalash nihoyat muhim bir narsa. O'zimizni ifodalash degan nima bo'lsa, o'sha ichki tuyg'ularimizni, mayli gap so'zda bo'lsin, mayli ish harakatda bo'lsin, ichki tuyg'umizda nima bo'lsa, uni ifodalash. Xatolar bo'lmasa. Xo'sh. Afsuski ko'pincha holda biz ichki tuyg'ularimizni bostiramiz, ifodalanmaymiz, yushuramiz. Bu bizningki kishiligimizni, xarakterimizni o'ltiradigan ishlarning birisi. Masalan deyli, kishilar o'sha o'zini ifodalashda bunday 3 xilga bo'linadi. Xo'sh. Birinchisi o'zini ifodalamaydi. Masalan, ishida bir narsani demaydi. Va yoki ba'zi bir haqsizlik uchrasimi, u haqsizlik uchraganligini tashqi oshkorlamay, unga rozi bo'ldi ko'ngilda. Ikkinchi turi bo'lsa, o'zini ifodalashda haddini oshirib o'tadi. Uchinchi turi bo'lsa, o'zini ifodalaydi, haqqini qo'g'dashda haddini oshirmaydi. Mana bir misol keltirsak, ham ochiq bo'lishi mumkin. Xo'sh. Masalan, sizlar choyxona kirdinglar. Shekarsiz choy deb buyurdinglar. Xo'sh. Choynak keldi, ishtinglar, shekarli choy ekan.
Qanday qilsizlar, qaytaramsizlar. Bunda kishilar 3 xil. Bir türlü kishilar şekersiz desem şekerlik ekepti, meli içi ötey deydi. Özünün xarakteri müşahede bir ziddilinadi. Ma kishilar xarakterini ziddil qilgan narsalardan birisi. İçi ötedi. İkinci türlüki kütkün chaqirib achchiqlaydi. Men sizga şekersiz desem, nimishqa şekerlik keldingiz deb vaqirishi mumkin, achchiqlashi mumkin. Xo'sh. Bumi o'zini ifodalash tarafdan oshvatlik. Ama birinchisini yaxshi emas u. Haqqini qo'ydi. Haqqini qo'ydi, lekin oshvatdi. Birinchisini yaxshi. Uchinchisi shu desa, kütkün chaqirdi. Ondan keyin ma choy men şekersiz debdim. Şekerlik ekib qo'yapsiz deydi. Ama uni qaytarmaslikni shu vaqtda ixtiyor qila oladi. Kütküçe kechiring men qayta ekib beray deydi. Shu vaqtda qaro qila oladi. Bu ichib o'tay dedimi, keng qo'rsoqlik qildi. Qayta ekib bering dedimi, haqqini talab qildi. Yana xatolik emas. Xo'sh. Birisi fazilat, birisi adolat. Har ikkisi to'g'ri. Yana bir bo'lak bor, buning 4-bil eng nachar qismi bo'lishi mumkin. Xo'sh. Qanday qiladi? Ya oshxon kiradi va masalan bayatdan xo'sh choy burutadi. Şekersiz choy desa şekerlik ekib beradi. İchidi, lekin ichi rozi bo'lmaydi. Men şekersiz desem şekerlik ekibda deb ash tozliq qog'ozini ishlatib oldi, achchig'ini olaman deb shundaqmi? Bu texama qamlashmagan bir turi hamdi. Demak, bu o'zini ifodalash bizning sog'lom xarakterli yetilishda nihoyat muhim narsa bu. Buning nihoyat o'xshamagan shakllari bor. Masalan, deylik hozir. Sizningki mashinangni og'aynang tilab olib ketdi. 1 soat ishlatib olaydi. 1 soatdan keyin ekamidi. Sizlar cho'qim 1 soatdan keyin telefon qazan ko'ngli kelib qolmasin, o'qimasin, boqamasin deysizlar. Telefon qilmaysizlar. Asli 1 soat degandan keyin rioya qilish kerak. Ya voqeaga uchurmi, nima ish bo'ldi, sizlar telefon qilishingiz kerak. Uni xijilmaslikni kerak. Mushu o'zining bir ifodalash bu. Bu o'zini ifodalash, o'ziningki sog'lom kishilik yetildirishning nihoyat muhim narsa. Masalan, deylik, sizning hozir hurmatlaydigan bir ustozinglar bilan namoz o'qidinglar. Keyin sizlarni ko'may barmoqingizga dasib oldi. Sizlar chiddab dedinglar. Gap qilmadinglar. Og'irdimi? Og'irdi. Lekin bu tuyg'uni ifodalamedinglar. Nimishqa ustoz va yoki cho'ng kishi deb. Bu kishilikni o'ldiradi. Haqiqat ustoz bo'lsa-mu, bu yerda bir dasab soldimi? Bu yerda yana shu 3 xil pozitsiya bor. Birinchisi sukut qilish, rozi bo'lish, meli ustozkan deb. Bu kishilikni o'ldiradi. İkincisi, ustoz xafamasini qulama dasab oldingiz. Buni ayt saqlam shakli. Uchinchisi, xapulab ketish, hurmatsizlik qilish, xapulab qulni tatish yoki. Bu xato. Dördüncüsü şu, tatmaydı, razım bo'lmaydi. Qandayga ustoz deb tillaydi ichida. Bu eng xatarlik. Demak, men o'zimizni ifodalash bek muhim narsa. Bu hayotda bek ko'p uchraydi bu. Masalan, qaysi kuni men buni bir o'ylanma bu masalada. Ba'zanlar diqqat qilmaydi ekan. Bir masalan, sizlar mashina to'xtatib turdinglar. Birisi mashinani yondirib verdi. Oshpet yondirib versa, üst verish mumkin. Sizlar qanday qilasizlar? O'zi bila. Bakal labachasam achchig'ishib qolmayli deb basmaysizlar, xarakteringni o'ldirding. Bu süpürüdü ihtimal yuqori unda. To'g'ri. Ikkinchi turi bir qatim labachasizlar yoki derezni kanalini chiqarib qulonni sharat qilsizlar. Haqqini qo'g'dash. Yana bir turi chu desa, achchiqlashlar yoki to'xtamay labachasizlar, belki jidal kelib qilishingiz mumkin. Biz o'tir hal shaklda o'zimizni sog'lom shaklda ifodalashimiz kerak. Bu sog'lom kishilik yetildirishda bu nihoyat muhim narsa bu. O'zimizning haqqini talab qilish hech qachon xatolik emas. Shunga shu narsani esimizda aniq bilishimiz kerakki, xushomad qilish hurmat emas. O'zining haqqini talab qilmaslik keng qo'rsoqlik emas. Keng qo'rsoqlik degan uni qilish, qilmas ixtiyorlikqa bo'lgan vaqt, ondan keyin qo'yib o'tgan vaqtida u keng qo'rsoqlik bo'ladi. Masalan, choyni shekerlik akeldi, kutkuchini chaqadi. Voy, xapoman qayta akab beray dedi. Buldi qilvatdi. Keng qo'rsoqlik. Qayta akab bering. Adalet. Ama o binas desa, men binas desam so'xshab qolmay, mayli qilyotay ya, keng qo'rsoq olay ya dedi ama deyishdan xijullab, bu keng qo'rsoqlik emas, o'zining xarakterini o'ldirganlik. Bu o'zining ojizligini keng qo'rsoqlik bilan yapqanlik. Buni asla yo'q qilmaslik lozim. Bu insonning xarakterini o'ldiradi bu. Bu insonningki xarakteri o'lib ketsa bay degandek ojizlashib ketsa, o kishilik munosabat qish ta'sir qiladigan ishlarning birisi bu. To'g'ri. Mahil shaklda yo'l qo'yaverib o'zining ojizligini keng qo'rsoqlik bilan yapib, shunday davomlashaversa, keyin o'ziga qilingan zulmg'imi sukut qiladigan, keng qo'rsoqlik qiladigan bo'lib qoladi. Biz sahobalarning hayotida qarab baqsak, sahobalar asla va asla unda tarbiyalamaklik. O'zining bolalarini va sahobalarni Rasulullohni tarbiyalamaklik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom davrida Rasulullohning o'ng tarafida kichik sahoba Ibn Abbas o'ltadi, sol tarafida cho'ng sahobalar o'ltadi. Rasulullohga suv keldi. Rasululloh o'zi o'rgatgani avval o'ngdan boshlash shunday. Xo'sh. Rasululloh ichdi.
o'ng tarafida kichik bola, so'l tarafida cho'ng Cho'ng sahoba. sahobalar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nima dedi? Mushu yerda mushu o'zini ifodalash nuqtasiga Rasululloh ajoyib diqqat qildi. Ma soni cho'nglarga berishimga ruxsat qilamsa dedi. Va cho'ng olgandagina berib etmedi. Sahoba, kichik sahoba nima dedi? Yo'q, men Rasulullohning eshqamida haqni men bermayman men dedi. Bizimiz. O'zini ifodaladi. Ondan boshqa masalan Hajjajdek zolimning oldida tik turgan Abdullah ibn Zubayr degan sahoba bor. Xo'sh. Kichik vaqtida bilamiz Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuni shaytonlar qochidi shunda ko'sa. Shundaqla kichik bolalarni ko'sa Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir hayvati bor. Ko'slam qochidi ekan. Bir kichik bola o'ynab turadi ekan. Hazrat Umar kelgandan keyin kichik bolalarning hammasi qochib ketadi ekan. Xo'sh. Abdullah ibn Zubayr yolg'iz qoldi ekan. Qolgandan keyin "Ey Abdullah, sen nima qochmaysan?" degandan keyin "Men qochqili gunoh qilmadimki" deydi. "Sen menga o'xshash inson" deydi. Bu yerdan bo'lsa o'zini ifodalash. Demak, tuyg'usidan mana shunday so'z va ish harakatlarni ifodalash bizningki kishiligimizni yaratishda va sog'lom xarakter yetiltirishda nihoyat muhim o'rinda turadi. Shunga shu jamiyatda uchragan hodisalar orqali agar o'zimizni shunday o'zimizni ifodalashda ojizlik his qilsak, dal uning aksicha harakat qilishimiz lozim. Masalan, deylik, baytanqa chaychining misoliga o'xshash. Shekarsiz desak, shekar akab bersa, uni deyishimiz kerak. Mayli deyotqimiz bo'lsa-ma, Xo'sh. cho'qim chaqirib turib bir qatim desak, birinchidan ma bizning xarakterimiz kuchlanadi, kishiligimiz taraqqiy qiladi. Ikkinchidan, chaychi diqqat qiladi, ikkinchi bir odam undan qilmaydi. Xo'sh. Shunga shu o'zimizni ifodalashda o'zimizdan haqqini talab qilish bek muhim o'rin turadi. Biz o'zimizning haqqini talab qilmagan vaqtda o'zimizga ziyon solgan bo'lamiz. Ya'ni kishiligimizni ojizlashtirish orqali o'zimizga ziyon solgan bo'lamiz. Haqqimizni haddidan oshirib, qattiq usullar bilan talab qilgan vaqtimizda boshqalarga zulm qilib solgan bo'lamiz, aziyat bergan bo'lamiz. To'g'ri uslub bilan boshqalarning ochiqini keltirmaydigan uslub bilan o'zimizning haqqini talab qilish. Boshqalar bizning ochiqimizni keltirgan bo'lsa sukut qilmaslik, ammo boshqalarning ochiqini keltiradigan shaklda uningga raddiya qilmay, ilmiy shaklda uningga raddiya berish o'ziningki haqqini ifodalash bu nihoyat muhim. Ammo ichiga yutib o'tish o'ziningki kishiligini o'ltiradigan ishlarning birisi. Ammo yana xato tushunib qolmaslik kerak. Bu kang qo'rsaqlik bilan zidlashmaydi. Kang qo'rsaqlik qodir bo'lgandan keyin bo'ladi. Mavo qodir bo'lmagan ishlarda kang qo'rsaqlik bu ojizlik. O'zimizning kishiligini ozlashtirganlik. O'shamda o'zimizdan yaxshi aloqa qurishdagi eng muhim ishlarningki, uchinchisi bo'lsa, o'zimizni qadrlash. O'zimizni qadrlash deganimiz o'zimizning o'zimizga bergan qimmat numarini ko'rsatadi. Xo'sh. Biz o'zimizga qancha numar berdik? Asli qancha numarliqdik? Biz agarda o'zimizga o'zimizdan qimmat numarini bersak, biz o'zimizni pulgan bo'lamiz, kibrga kirib qolamiz. Bu vaqtda biz boshqalarni tuvan ko'ramiz. Bu vaqtda yana xarakterimizni chatoq chiqadi. Agar o'zimizga o'zimizdan tuvan numar bersak, agar biz 5 numarlik bo'lsak, 3 numar bersak, biz sirtdagi 5 numarlik odamni 10 numarlik shaklda ko'ramiz. Ya'ni o'zimizni biz qadrlamay, ya'ni o'z maskil degan o'zining numarini bermay, tuvan numarni berib qo'ygan vaqtimizda o'zimizni kamsitamiz, boshqalarni pullab ko'zimizga cho'ngaytib olamiz. Xo'sh. Ko'p hollarda shu kishilarning cho'ng biladigan kishilar, bu o'zini tuvan ko'radigan kishilar shu o'ziningki numarini o'ziga tuvan berib qo'yganlar. Ya'ni o'zini qadrlamaganlar. O'zini tuvan ko'rib qolgandan keyin inson boshqalarni cho'ng ko'rib qolgan gap. Amaliyotda inson hammasi o'xshash. Hammasi Allohning bandasi. To'g'ri, ba'zilari taqvolik jihatda ustun, ba'zilari ilm jihatda ustun. Bu inson bilan Allohning o'rtasidagi ish. Lekin inson bilan subtidan har bir inson o'xshash. Boshqalar alohida inson bo'lmagandek, biz tuan inson emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning jannatin degan "Innama ana basharun mislukum." Men sizlarga o'xshash inson degan. Hatto ba'zi hadislarda men ma quritilgan qurtni, ya'ni quritilgan yemekliklarni yeydigan bir ayolning bolasi men deglik Rasululloh. Demak, bu yerda payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga o'zini qadrlashni o'rgatadi. Xo'sh. Bu o'zini qadrlash tuyg'usi nimaga o'xshaydi desanglar, bir yer gilam selish o'xshaydi. Xo'sh. Biz o'zimiz gilam soladigan o'rin. O'zimizga bergan qimmatimiz, qadrlash tuyg'umiz bo'lsa, shu yerga solgan gilamga o'xshaydi. Agar biz u yerga mas qiladigan gilamni solsak, bizning xarakterimiz, kishiligimiz yaxshi bo'lgan bo'ladi. Agar u yerga biz kichik gilamni solsak, eshilib qoladi. Ya'ni o'zimizga tuvan numar bersak, o'zimizni kamsitib qolamiz. Ammo u yerga cho'ng gilam silib ya'ni o'zimizga yuqori numar bersak, u gilam eshib, cho'nkib qoladi. Yana xarakter bu yerda qo'lishib chatoq chiqadi degan gap. Xo'sh. Shunga biz o'zimizni cho'ngaytishga haddimiz bo'lmagandek, o'zimizni kamsitishga asla hojat yo'q. O'zimizni kamsitgan vaqtimizda boshqalarni cho'ng ko'rib qolamiz. Shunga Imom Shofiy rahimahulloh deydi: "Ma rafa'tu ahadan qat illa hatta minni miqdara ma rafa'tuhu minhu" deydi.
Qanday bir odamni o'z o'rnidan, o'z qadridan kütürvəssəm, onu kütəgən miqdarçilik, yəni o adamni öz o'rnidan, loyiq o'rnini kütəgən miqdarda mən üzəmni düşürgən bulaman deydi. Demək, başqalarını biz öz o'rnidan yuqori kütəgən vaqtimizda özümüzni tuymay, özümüzni kemsitgan bo'lib qolamiz. Bu özümüzningki kishilikini, xarakterini o'ltiradigan eng chong ishlarning birisi. Amaliyotda insonning xarakteri o'lsa, shu diniy nuqtadanmi, islomiy nuqtadanmi ig'ir chatoqlar chiqadi. Masalan, shu o'zimizni qadrlamay, o'zimizni kemsitgan vaqtimizda, o'zimizni tuvan ko'rgan vaqtimizda shu xato ishlar deyilsa-mu, uningga inkos bildirmaymiz. Uningga boshlang'ich chiqib to'g'ri keladi. Xo'sh. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "La yahqiranna ahadukum nafsahu." Sizlarning biringlar o'zini kemsitmasin deydi. Tuvan ko'rmasin deydi. O'zini tuvan ko'rish qanday bo'ldi Rasulullohning ta'biri bo'yicha? Ayyara amran lillahi fihi maqal fala yaqulu fihi. Allah rozi bo'lmaydigan bir ishni ko'radi, uningga hech qanday gap qilmaydi. Demak, bu yerda inson o'zini kemsitdi. Fayuqalu lahu, uningga nimish uningga bir narsa demaysa deyilsa, fayaqul mahafatan nas. Kishilardan qo'rqdim yoki nimadan qo'rqdi? Kishilarningki hurmatbek eshib ketganlikdan va uni cho'ng ko'rib olganlikdan shunda qo'rqdi. Fayaqul fa iyaya kunt ahaq an takhaf. Ang haqli qo'rqishga tegishib buni men emasmi deb deyildi deydi. Demak, biz shunda o'zimizni qadrlamay, o'zimizni tuvan numar bergan vaqtimizda, o'zimizni tuvan ko'rgan vaqtimizda bu mana shunda Allohningki hududlariga tajovuz qilinsin-mi, Allohning cheklimalarini daxliga o'chirsin-mi, uni sukut qilgan ahvollar kelib chiqadi. O'zini tuvan ko'rgan odamda kibr kelib chiqadi. Nima qilsa u odam o'zini tuvan ko'rib qilib, kibr orqali o'zini ko'tarmoqchi bo'ladi. Bu yerda yana bir xatolik kelib chiqadi. Yana birisi o'zini qadrlamagan odam, ya'ni o'zini tuvan ko'rgan odam o'zining tuvan deb qaragan kishilar qarta ochiqlash orqali o'zini ko'tarmoqchi bo'ladi. Yana bir xatolikqa daslaydi. Demak, bu kishilik buzuqligi bu. O'zini qadrlash, o'ziga dal keladigan numarni bilish bu kishilik xarakterda, kishilik xarakterning sog'lom bo'lishi nihoyat muhim ishlarningki, eng muhim ishlarning birisi hatto. Hatto ba'zida buni nimaga o'xshaydi? O'zini ifodalash biz yuqorida o'tgan. Mana shunday o'zini qabul qilish bir so'mkaning ichidagi varaqqa o'xshasa, o'zini qadrlash shu so'mkaningga tutqishi o'xshaydi. Ya'ni ikkisini ko'tarib mangdi deydi. Mag'rurlik bilan o'zini qadrlashni aniq tushunishimiz kerak. Mag'rurlik deganimiz o'zidan yuqori numara berish, shundaqla o'zi qilolmaydigan ishga otlanish va shundaqla o'zi qilolmaydigan ishni qilalayman deb qarash. Ammo o'zini qadrlash shu. O'zi qilalaydigan ishni qilalayman deyish, o'zini tuvan ko'rmaslik. Bu ikkisini o'rtasida aniq farq bor. Undaqda o'zimizga qanday shaklda qimmat beramiz? Qanday shaklda to'g'ri qimmat beramiz yoki? Hamda qimmat berishda nimaga asoslanamiz degan vaqtimizda birisi sizga qimmat berdi, ya'ni hurmatladi. Sizning paloni hojimning bolasi bo'lganliging uchun qo'shilamsizlar? Yo'q. Birisi sizni hurmatladi, sizning pulingiz bo'lganligi uchun qo'shilamsizlar? Birisi sizni hurmatladi, sizning bir mansibinglar yoki mashhur bo'lganliging uchun qo'shilamsizlar? Yo'q, qo'shilmaysizlar. Dalma o'zimizning zoti, o'zimizmi biz sirtdan erishgan narsalar bilan o'zimizga qimmat bersak, o'zimiz xo'shamaydi. Xo'sh. Biz bayning bolasi bo'lganligi uchun o'zimizga qimmat bersak, o'zimizga numar bersak, o'zimiz xo'shamaydi. O'zimiz erishgan diplomimiz, mansubimiz orqali o'zimizga qimmat bersak, yani o'zimiz xo'shamaydi. Chunki biz boshqalar bizga oshunda hurmat qilsa, oshunda qadrlasa biz xo'shamaymizku. Dal shu. Unda nimaga tayinimiz? O'lcham nihoyat aniq. Inna akramakum indallohi atqakum. Sizlarning taqvoringlar, qalbinglar eng pokizroqinglar. Qalbingizda hasad bormi? O'ch adovat bormi? Boshqalarga chidamaslik bormi? Shu qalbimiz qaraymiz. Mening qalbimda boshqalarga qarata o'ch adovat yo'q ekan. Hasad yo'q ekan. Men xili yaxshi odam ekanman deb o'zimizga shu qalbimiz qarab qimmat bersak, shu eng to'g'ri bo'lgan nomerni bera olishimiz mumkin. Xo'sh. Ya'ni shu diqqat qilishimiz kerak. Qimmat berishda o'zimizni tushirib etishmi xatarlik, o'zimizni ko'tarib etish, o'zimizga yuqori numar berishmi xatarlik. Biz qalbimiz qarab, Alloh bilan bo'lgan aloqamiz qarab, samimiyatimiz qarab o'zimizga numar bersak bo'ladi. Xulosasiga vaqtimizda o'zni qadrlash deganlik, boshqalar qimmatlik bo'lgandek, sizmi qimmatlik, bizmi qimmatlik. Xo'sh. Boshqalar tuvan bo'lmagandek, sizmi tuvan emas. Boshqalarningmi hayotda haqqi bo'lgandek, sizning haqqingiz bor. Boshqalar muhim bo'lgandek, sizmi muhim. Hech qanday farqingiz yo'q sizning inson bilan suhbatingiz bilan. Buni o'zimizga his qildirish. Boshqalarni keraksiz qarash, kibr bo'lgandek, o'zimizni keraksiz qarashmi? Bu o'zimizni kamsitdi, shundaqla xarakterimizni ozlashtirganlik. Xo'sh. O'zini qadrlagan odam
boshqalarni qimmatlik deb qaraydi. O'zini qimmatlik, o'zini qadrlik deb qarab turib, boshqalarni kamsitsa yana xatoga tushib qoldi. Senmi qimmatlik, amatmi qimmatlik. Xo'sh. Senmi tuvan emas, avmi tuvan emas. Hammaga barobar shunday qimmat berish, o'zimiz bilan birga boshqalarga qimmat berish bu nihoyat muhim o'rin turadi. Shunga o'zini qadrlaganda mana boshqalarni aralashgan vaqtda uning kiyimiga, shakliga, mansibiga qaramaydi. Xo'sh. Chunki o'ziga qimmat nima, uning qarab bermagan. Unda bo'lgan ekan boshqalarga unda bermaydi. Uni qadrlagan vaqtda, uni hurmatlagan vaqtda uni asos qilmaydi. Xo'sh. Chunki o'zini qadrlagan odam ichki jihatdan kuchli bo'lg'achqa, tashqi jihatga unda kuchab ketmasligi mumkin. Chunki ichki jihati kuchli, o'zini so'yadi, o'zini qadrlaydi. Ya'ni o'ziniki qalbiga ishlaydi unda qadar. Tashqi qiyofatiga qiladi, lekin uni asosli o'ringa chiqarib olmaydi. O'zini qadrlash bilan o'zini ifodalashning qanday farqi bor? Hamda yuqorida o'tganimizdek, o'zini qadrlash tuyg'usi odamga o'zining haq-huquqini, qimmatini, ahamiyatini his qildiradi. Xo'sh. Bu bir xil tuyg'u hamda. O'zini ifodalash mush tuyg'uninki so'z va ish harakat orqali ifodalanishini ko'rsatadi. Xo'sh. O'zini ifodalash, o'zini qadrlash, o'zini qabul qilish Xo'sh. bu kishilik xarakterininki to'riklari hisoblanadi. Bir kishilik xarakterini qurib chiqmoqchi bo'lsak, uni bir binoga o'xshatsak, har birisi to'rik. Birisi kam bo'lib qolsa, bu bino ojiz bo'lib qoladi. Hammasi bo'lmasa xarakter Buzilib ketadi. O'zimiz bilan sog'lom aloqa qurishninki asoslariniki 4-chi bo'lsa, o'zimizni aldamaslik. Bu intayin muhim. Jamiyatda ko'p hollarda kishilarni aldamaydi, o'zini aldaydi. Bu o'zini aldashninki eng yaqin ifodalar qaysi desa, yasalmalik. O'zi boy emas, ammo boydek ko'rinadi. O'zi kuchli emas, ammo kuchlikdek ko'rinadi. O'zi olim emas, ammo olimdek ko'rinadi. Bu qaramoqqa o'zini vaqtli xushal qilganda qilgan bilan, lekin bu shu mas qilg'uvchi bir zaharlik chekimlikka o'xshaydi. Vaqtli xushal qiladi, lekin keyin azoblaydi. Nima uchun azoblaydi? Chunki u o'zining haqiqati bilan, haqiqiy o'zi bilan boshqalarga ko'ringan o'zi o'tirisida bir bo'shliq bor. Mushu bo'shliqning hammasi uni qiynaydigan bir zaharga aylanadi. Mushu bo'shliqni andisha, bir xil tushkunlik qoplaydi. Shunga o'zimiz bilan sog'lom aloqa qurishdagi 4-chi muhim omil nima desa, o'zimizni aldamaslik. Xuddi Mavlana aytgandek, ya ko'ringaningdek bo'l, ya bo'g'iningdek ko'rin. Bu intayin muhim. Afsuski, hozirgi jamiyatimizda mayli yoshlar bo'lsin, mayli ba'zi kishilar bo'lsin, ana shunday o'zi bo'lmagandek ko'rinib, o'zini qiynaydi. Bir mezgil qiynab ma'lum yerga berishi mumkin, lekin bu o'zining xarakterini oxiriga berib ojizlashtiradi. Demak, biz yuqorida o'tgan o'zini qabul qilish, o'zini ifodalash, o'zini qadrlash, o'zini aldamaslik, shu 4 asos sog'lom bo'lsa, bir odamning o'zi bilan bo'lgan aloqasi yaxshi bo'ladi. O'zi bilan bo'lgan aloqasi yaxshi bo'lsa, sog'lom kishilik xarakterininki yana bir omili tiklangan bo'ladi. Chunki biz yuqorida o'tganimizdek, sog'lom kishilik munosabat, sog'lom ijtimoiy aloqa nimaga qarashliq? Birinchidan, kuchli xarakterga qarashliq. Xo'sh. Kuchli xarakter nimaga qarashliq? Kuchli xarakter birinchidan insonning Alloh bilan bo'lgan munosabatiga qarashliq. Ikkinchidan insonning o'zi bilan bo'lgan munosabatiga qarashliq. Xo'sh. O'zi bilan bo'lgan munosabatga nima qarashliq? Birinchidan o'zini qabul qilish, ikkinchidan o'zini ifodalash, uchinchidan o'zini qadrlash, to'rtinchidan o'zini aldamaslik. Yuqori degan bu ishlar bizningki buzilib ketgan, zidlangan xarakterimiz va kishiligimizni o'ngshashga yordam beradigan ishlarning birisi. Bizning kishiligimiz, xarakterimiz o'ngshilgandan keyin biz kishilik munosabat va ijtimoiy aloqadagi eng muhim asosning biri bo'lgan sog'lom xarakterni hozirlagan bo'lamiz. Endi kuchli xarakter yetilib bo'lgandan keyin sog'lom kishilik munosabat va sog'lom ijtimoiy aloqa uchun yana biz diqqat qiladigan va sog'lom kishilik munosabatning asoslari bo'lgan bir qancha ishlar bor. Biz buni inshaalloh yana bir qatimlik o'ltirishimizda tafsil bilan anglashaylik. İnşallah.